Kamerani texmi yiroqlashtirganda biz butun samonyol sistemini ko'ra olamiz. Uning ichida yer shari faqat mushunchalik yerga joylashgan. Bu kichik sariq nuqta dal bugungacha sun'iy elektromagnit to'lqini yetib bora oladigan eng yiroq doira. Bu olamdagi har qanday mavjud bo'lish mumkin bo'lgan tashqi planet odamlari agar mush doiraning sirtida turmush kechirsa, ular insonlarning mavjudligidan butunlay xabarsiz ekanligidan darak beradi. Mana bu biz bilalaydigan doiraning sirtida hamma narsa timtosliq cho'mgan. Bütün samanyol sistemini baştan oyog'igacha teshib o'tsak, bu oraliq 100 ming yorug'likka yetib keladi. Kam deganda 100 milliard dona yulduz uning ichiga joylashgan. Lekin siz bütün yulduzlar kecha osmoniga to'plashgan manzarani azaldan ko'rib boqmagan. Chunki siz ko'z orqali bevosita ko'ra oladigan 99% turg'un yulduzning hammasi mushu bir nuqta doirasi ichiga joylashgan. Lekin hatto bu g'oyat zo'r samanyol sistemini boshqa yulduz sistemalar bilan bir qator qo'yg'ili bo'lsa-mu, aparatni texmi yiroqlashtirganda biz 54 dona o'xshash bo'lmagan yulduz sistemini o'z ichiga olgan bir yulduz sistemasi to'pini ko'ra olamiz. Uning bir beshidan yana bir beshiga bo'lgan oraliq taxminan 10 million yorug'likka keladi. Lekin aparatni yana bir qadam yiroqlashtirganda biz sumbula darajadan tashqari yulduz sistemasini ko'ra olamiz. Uning oldida bizning samanyol sistemasi faqatli ko'zga chiliqmaydi, chunki bu yerda oz deganda yana boshqa 100 dona yulduz sistemasi to'pi mavjud. Hamda bu darajadan tashqari yulduz sistemasi to'pining bir beshidan yana bir beshiga bo'lgan oraliq bo'lsa, tasavvur qilib bo'lmag'idek 110 million yorug'lik keladi. Sumbula darajadan tashqari yulduz sistemasi to'pi g'oyat zo'r bo'lsa-mu, lekin u Laniakaya darajadan tashqari yulduz sistemasi to'pining bir burjiga joylashgan. Mana bu parcha gigant cho'ng qurilma to'ri, dal bizning yulduz sistemamizning o'xshashla uningdan boshqa 100 ming yulduz sistemasining makoni. Bu yulduz sistemasi to'pining bir uchidan yana bir uchigacha bo'lgan uzunlik bo'lsa 520 million yorug'lik keladi. Lekin biz aparatni yana texmo yiroqlashtirib, biz ko'ra oladigan butun olamga qo'ya olamiz. Biz qarasak, g'oyat zo'r Laniakaya darajadan tashqari yulduz sistemasi to'pimi olamning intayin kichik arzimas bir qismi. Mana bu biz biladigan olam, u biz biladigan barliq narsani o'ziga mujassamlagan. U bizning makonimiz, oz deganda 2 trillion dona o'xshash bo'lmagan yulduz sistemasini o'z ichiga olgan. Yulduz sistemalari hatto yer sharidagi barliq qum donchasining sonidan ko'p. Yer shari bilan ko'zatkili bo'ladigan olamning xohlagan gravitatsiya bo'lgan oraliq bo'lsa 46 milliard 500 million yorug'lik keladi. Bu yana uning ikki uchining oraliqi 93 milliard yorug'lik keladi ekanligidan darak beradi. Lekin texmi qizg'arliq bo'lishi mumkin bo'lgan olamning sirtida zada nima bor? Esingizda bo'lsinki, ko'zatkili bo'ladigan olam faqat hozirga qadar biz ko'zga oladigan barliq narsalar. Shunga biz shunday deyalishimiz mumkinki, olamning sirti bo'lsa, biz tasavvur qilgandan texmi bepayon, texmi rangdor g'aroyibotlarga to'lgan dunyo. Biz uning sirtining nima ekanligini bilmaymiz. Buning bir oddiy sababi bo'lsa, nihoyat yiroq joydan tarqalgan nurning olamning umr doirasi ichida bir sharga yetib kelishiga yetarli vaqt yo'q. Hatto ba'zi o'rinlardagi nurlar balki mangu bizga yetib kelmasligi mumkin. Chunki u joylar yer shariga intayin yiroq. U joylarda olamning kengayish sur'ati hatto yorug'lik sur'atidan tez. Bu u joylardan kelgan nurlar bir cheklik vaqt ichida yer shariga mangu yetib kelolmaydiganligidan darak beradi. Bu yana insonlar hatto dunyoda mangu yashagan taqdirdami, olamda yanala biz mangu ko'ra olmaydigan, bir bilgil bo'lmaydigan dunyoning mangu mavjud bo'lib turadiganligidan darak beradi. Shunga biz olamning bizning bilginimizdan qanchalik cho'nligini tasavvur qila olmasligimiz mumkin. Hatto ko'zatkili bo'ladigan olammi, butun olamda faqat biz biladigan bir kichik doira. Olam Gos e'lon qilgan olamning kengayish qonuniyatiga asoslanganda, agar olam kengayishi olam cho'ng portlashidan 10⁻37 darajasi sekunddan keyin boshlangan bo'lsa, hamda olamning cho'ngligini kengayishdan burun uning hozirgi yashiga yorug'lik sur'atini ko'paytganga teng deb faraz qilsak, undaqda bu qarmoqqa shuni tushuntiradiki, hozir butun olamning cho'ngligi ko'zatkili bo'lgan olamdan 1500 milliard hassa cho'ng. Buni raqam bilan ifodalaganda, mana shunday nurg'unlagan nollarni o'z ichiga oladi. Bo'ldi. Oldi bilan bu sonlarni bir tarafga qo'yib turaylik. Bu sizga nisbatan biroz tunish bo'lishi mumkin. Bu chiroqni ko'zatkili bo'ladigan olam deb faraz qilaylik. Siz biladigan barliq narsa chiroqning ichida. Lekin amaliyotda butun olamning cho'ngligi Plutondan cho'ng. O'ylab boqaylik, bir dona chiroqni Plutonning markaziga qo'ysak, lekin chiroq ichidagi biz Plutonning mavjudligidan butunlay xabarsiz. Mana bu bizning hozirgi olamda turayotgan holatimizga o'xshash. Biz ana shunday aqlga sig'maydigan darajada kichik. Lekin siz ansiramang, chunki bular yana nurg'unlagan narsalarni bizning birlikda izlanishimizni saqlab turganligidan darak beradi. Bo'ldi, bu qitimliq sayohat oxirlashdi.